Yaponiya, shubhasiz, dunyodagi eng toza mamlakatlardan biridir. Ularning chiqindi mashinalari shunchalik toza ko'rinadiki, go'yo yangi ishlab chiqarilgandek. Aslida esa ular yillardan beri xizmatda. Buning siri mayda detallargacha e'tibor va chiqindi yig'uvchilarning mehnat madaniyatida. Ular ishlaridan faxrlanadi. Ko'chaga chiqishdan oldin mashina g'ildiraklari suv bilan yuviladi. Bu haqiqiy fidoyilik. Chiqindilar turiga qarab alohida qoplar mavjud bo'lib, mashinalar ularni belgilangan joy va vaqtda olib ketadi. Xuddi soat mexanizmiday aniq. Yaponiyada chiqindi yig'uvchilar oddiy ishchi emas, balki davlat xizmatchilari bo'lib, jamiyatda hurmatga sazovor va mehnatlari yaxshi qadrlanadi. Faqat chiqindi mashinalari emas, hatto sement aralashtirgichlar ham top-toza. Eng hayratlanarlisi, ariqlarda baliqlar suzib yuradi. Bu esa ularning suv tozalash tizimi qay darajada samarali ekanini ko'rsatadi. Yaponiya bu borada hammamizga ibrat. Ularning ishga va tozalikka bo'lgan munosabati o'rnak bo'lishi kerak.